hozir tomoshabinlarimizning e'tiborini Xorazmning Yangiariq tumanidagi IT sohasida yoshlar erishayotgan natijalarga qaratsak, nima deysiz? Keling, hozir lavhaga navbatni beramiz va tomosha qilamiz. Marhamat. Marhamat. Yangiariq tumanida axborot texnologiyalari sohasiga qiziquvchi yoshlar soni ortib, ularning yutuqlari yildan yilga yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu esa iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan tizimli ishlar o'z samarasini berayotganining yaqqol isbotidir. Xususan, Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasi doirasida o'tgan yili 11-sinf o'quvchilaridan 7 nafar yosh dasturni muvaffaqiyatli yakunlab, yakuniy bosqichgacha yetib borgan bo'lsa, joriy yil bu ko'rsatkich qariyb 3 barobarga oshib 23 nafarga yetdi. Davlatimiz rahbar tashabbuslari bilan hududlarda joriy etilgan Muhammad al-Xorazmiy vorislari loyihasi yoshlarni zamonaviy kasblarga bo'lgan bilimlarini oshirishlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiborli tomoni, yoshlar mana shu loyiha doirasida ta'lim olish barobarida o'z daromadlariga ham ega bo'lishmoqda. Biz yangiariqlik yoshlar misolida buni ko'rsatishga harakat qilamiz. 9-sinfdan buyon al-Xorazmiy vorislari loyihasining o'quvchisiman. Hozirgacha 5-6 ta proyektlarni ishlab topshirganman. Ulardan bittasi Mahallabob. Bu Mahallabob proyekti ichida video o'tirgan holatda ustalik ishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol usta chaqirib ishlatsangiz bo'ladi. Yana bitta proyektimiz bor. Hozirda jamoamiz bilan shu proyekt ustida ishlab bormoqdamiz. Bu proyektning nomi Ilmzor proyekti. Bu ilovaga kirib o'quvchilar imtihon topshirishlari mumkin va imtihon javoblari o'qituvchisiga, ota-onasiga yoki boshqa bir ta'lim vazirliklariga borib tushib turadi. Bu natijada o'quvchilarning ilmga bo'lgan qiziqishini oshirish va yana Yangiariq tumanimizda Foodigo loyihasi bor. Masalan, uyda o'tirgan holatda ovqat zakaz berishingiz mumkin bo'lgan ilova ham bor bizda. Al-Xorazmiy vorislari loyihasiga kelmasdan oldin kompyuterga umuman qiziqishim yo'q edi. Al-Xorazmiy vorislari loyihasi haqida xabar topdim va imtihon topshirdim. Imtihon topshirgandan keyin natijasi yuqori chiqqanligi sababli keldim. Bu yerda mentorlar bizga juda katta yordam berishdi, bilmagan narsalarimni o'rgatishdi. Men kelajakda o'z jamoam bilan kompaniya bo'lishni maqsad qilganman. Hozirda bizning jamoamizda 4 nafar o'quvchi bor. React asoslari bilan birgalikda ilovalarni ishlab boshlayapmiz. Allaqachon daromadga chiqqanmiz. Davlatimiz rahbari bizga Al-Xorazmiy vorislari loyihasida tekin o'qishni yo'lga qo'yib berganligi biz uchun katta yutuq. Bu natijalar bilan biz yurtimizni rivojlantirish uchun qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va o'zimizning loyihalar bilan O'zbekistonni iqtisodiyotini katta bozorlarga olib chiqishni maqsad qilib qo'yganmiz. Bugungi kunda tumanda ta'lim va ijtimoiy yo'nalishlarda raqamli yechimlar hamda dasturiy mahsulotlar yaratish ustida ish olib borilyapti. Shuningdek, o'quv markazlari faoliyatini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladigan maxsus dastur ishlab chiqilmoqda. 2 yil oldin Al-Xorazmiy vorislari loyihasini test topshirdim va testdan yaxshi natijalar bilan loyihaga qabul qilindim. 2 yil davomida IT va ingliz tilidan tahsil oldim. Hozirda IT yo'nalishi bo'yicha xalqaro va ingliz tilidan milliy sertifikatlarga egaman. Shu paytgacha o'rgangan bilimlarim asosida va mentorlar yordami bilan turli xil saytlar va programmalar ishlab chiqqanman. Ulardan birini ko'rishingiz mumkin. O'quv markazi uchun yaratilgan veb-sayt. Veb-saytda undagi ustozlar va kurslar haqida ma'lumot olishingiz mumkin va o'zingizga yaqin bo'lgan filialga ro'yxatdan o'tib ariza topshirishingiz mumkin. Ta'til davomida o'quvchilarni bo'sh qolib ketmasligi uchun IT Park ma'muriyati tomonidan tashkil qilingan turli guruhlar mavjud. Ulardan biri Byteforge Team va men uni a'zosiman. Guruh yaratilganiga 1 oydan oshdi va shu payt ichida kichik programmalar va real loyihalar ishlab chiqildi. Hozirda loyihamizni takomillashtirish ustida ish olib borilyapti. Yangi qo'shiladigan innovatsiyalar haqida gapiradigan bo'lsam, yaqinda yo'qlama sistemasi qo'shiladigan bo'ldi. Face ID yordamida o'quvchi dars jarayonlariga borish paytida bir marta Face ID qilinadi va ota-onasiga farzandi o'quv markaziga kelganligi haqida xabar boradi va chiqib ketish jarayonida ham xuddi shunday soat nechida o'quv markazini tark etganligi haqida ma'lumot borib turadi. Hozirda biz jamoamiz bilan shu loyihamizni amaliyotga tatbiq etish ustida ish olib boryapmiz.
Ayni paytda mazkur yo'nalishda 300 nafardan ortiq yosh bilim olmoqda. Ularning har biri axborot texnologiyalari sohasida xalqaro sertifikatlarga ega bo'lib, o'z bilim va ko'nikmalarini xalqaro mezonlar asosida tasdiqlagan. Shu bilan birga 30 nafardan ortiq yosh chet tillarini bilish bo'yicha xalqaro sertifikatlarni ham qo'lga kiritgan. Men shu Al-Xorazm varslari loyihasida 2 yil bo'ldi tahsil olib boraman. Bergan testlarda yuqori natijalarni ko'rsatib 100 ball oldim. Menda hozir 20 dan ortiq xalqaro sertifikatlar bor. Bu menga IT sohasida qanday bilimlarga ega bo'lganligimni ko'rsatib beradi. HTML, CSS, JavaScript va React tillarini ham o'zlashtirib boryapman. Yaratgan saytlarim ham bor. Hozirda daromad ham olib keladi. Menda hozir GitHub platformasida 100 dan ortiq proyekt saytlarim bor. Kelajakda maqsadim full stack developer bo'lish, xorijiy bozorga chiqish, mashhur kompaniyalarga ishga kirib, shu yerda ishlab, O'zbekistonni yoshlarga nima qodirligini ko'rsatishni xohlayman. Bilim, zamonaviy texnologiya va chet tillarni puxta egallayotgan ana shunday yoshlar yangi ariqning intellektual salohiyatini yuksaltirish, kelajakda esa mamlakatimiz raqamli taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga tayyor yangi avlod vakillari bo'lib kamol topishmoqda.